Nimagadir, juda ko'p qiyin savollar kelyapti. Umuman o'zimga, hayolimga kelyapti. Internetdan o'qiganmanmi, kitobdan o'qiganmanmi yokida eshitadigan podkastlarimdan chiqqanmi bilmayman. Bulardan biri siz vaqtingizni kimlar bilan o'tkazyapsiz? Sizga talab qo'yadigan, o'stiradigan, yangi bilimlar bilan bo'lishadigan insonlar bilan o'tkazyapsizmi o'zingiz vaqtingizni? Yokida doim o'zini dardini aytadigan, shikoyat qiladigan, kritikować, tanqid qiladiganlar bilanmi? Bo'lishingiz problemasini aytdi, qaynar xuncha ekanda bu ham tugamas ekan. Psixologlar aytadi, depressiyasi bor odam bilan yaqin yuradigan bo'lsang, u bilan yaqin munosabatda bo'lsang, mana shu suhbatlashib, ko'p vaqt o'tkazadigan bo'lsang, depressiyasini o'zing yuqtirib olishing mumkin deb. Men o'ylayman, yutuq ham yuqumli. O'z ustida ishlayotgan, harakat qilayotgan odamga yaqin yursangiz, siz buni yuqtirib olasiz. Oddiy mana namozxonga yaqin bo'lsangiz, namozga kirasiz. O'qimishliga yaqin yursangiz, o'qimishli bo'lgingiz kelib qoladi. U institutda o'qidim, manam o'qiy, manam oliy ma'lumotli bo'lay deysiz. Shunaqa. Sanayman desam ko'p. Bu video qisqa. Qisqa qilish maqsad qilganman. O'ylaymanki, sizlarga foydali.